Assalomu alaykum hammaga. Siz aniq hech qachon bunaqasini yemagansiz. Grill yo'q, oddiy tovuq yo'q. Bu umuman boshqa narsa. Ko'chadagi tandir tovuq ham, grill ham, qovurilgan tovuqli ham buni oldida hech narsa emas. Men tovuqni butunlay o'zgartirdim. Uni terisini butunligicha shilib oldim va go'shtini suyaklaridan ajratib, to'g'rab, maxsus marinovka qilib oldim. Kefir va ziravorli bu kombinatsiya go'shtimizni yumshatadi, uni sersuv qiladi. Ammo eng katta sirimiz bu ustiga suriladigan sousda. Siz hali aniq bunaqa sous ko'rmagansiz. Pomidor soki, tomat, gazli suv, ziravorlar va uzum soki va sousimizning eng muhim siri toplённый maslo. Nega aynan toplённый maslo bilasizlarmi? Bu yog' odamni aqldan ozdiradigan lazzat beradi. Oddiy yog' emas, chuqurroq ta'mni yanada boyitib beradi. U tovuq ustini shunaqangi chiroyli qizartirib beradi. Hammadan oldin kim yeb qo'ysa ekan deb talashib qolishadi. Tovuqimizni hidlari shunaqa zo'r chiqadi. Shu payt bitta narsa yetishmayotganini his qildim. Kartoshka по-derivianski. Albatta buni ham tez tayyorlab tashadim. Ustilari qarsillagan, qizargan, ichlari esa yumshoqqina. Buni ko'rib ishtahalaringiz ochilib bo'lsa, mazza qilib bittagina yevalardim deb like bosh esingizdan chiqib qoldi. Like esdan chiqarmang.